Bugun sizga Imom Buxoriyning ishonarli to'plamlarida keltirilgan dardli bir hikoyani keltirib o'tsak, sahobalarning iymonlari naqadar buyuk ekanligiga shu birgina hikoyaning o'zi yetarli dalildir. Ka'b ibn Malik degan odam sahobalarning orasida oddiy holatda esga olinishi mumkin edi. Ammo bir voqea bu hassos insonning to qiyomatga qadar mu'minlar uchun dasturul amal bo'ladigan Qur'oni Karim oyatlarida zikr qilinishiga sabab bo'ldi. Alloh taolo Ka'b ibn Malikni qattiq sinashga iroda qildi. Ka'bning o'zi shunday hikoya qiladi. Tabuk g'azoti xususiga kelsak, oziq-ovqatim, ulovim hamda quvvatim ham yetarli bo'lib, undan qolmog'imga hech bir uzrli sababim yo'q edi. Ilgarilari hech qachon mening qo'limda bir vaqtning o'zida ikkita tuya bo'lgan emas. G'azot vaqtida esa doimo ikkita tuyam jihozi bilan tayyor turar edi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatda bundan ilgarigi g'azotlarda ko'p narsalarni sir tutar edilar. Bu gal esa havoning issiqligi, yo'lning uzoqligi va dushmanning behisob ekanligini musulmonlarga ochiq aytib, yaxshiroq tayyorgarlik ko'rmoqni amr qilgan edilar. Janobi Rasululloh bilan birga yo'lga chiqqanlarning soni ham ko'p edi. Taxminan 70 ming kishi. Odamning ko'pligidan agar ulardan birortasi g'azotdan o'zini olib qochishni xohlasa, Alloh taolo vahiy bilan rasuliga xabar qilsagina mening qochganimni bilishlari mumkin deb o'ylar edi. Janobi Rasulullohning mazkur g'azotga chiqqan paytlari mevalari g'arq pishgan va daraxtlar soyasi rohatijon bo'lgan bir payt edi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga safar taraddudini ko'rmoqlikni amr etdilar. Men ham ertalab ular bilan birga tayyorgarlik ko'rib, kechki payt uyga qaytdim. Ammo hech narsaga qo'lim bormadi. O'zimga o'zim tayyorgarlik ko'r, sen safar qilmoqqa hammadan qodirroqsan deb yurgan chog'imda musulmonlarning safar tadorigi tugab, Janobi Rasululloh tezda yo'lga chiqdilar. Mening tayyorgarligim esa hamon bitmas edi. Mayli, 1-2 kun kechiksam ham ularga yetib olaman deb o'zimga dalil berardim. Yana bir necha kun shu ahvolda yurdim. So'ng endi jo'nayin, lashkarni topayin deb azm qildim-u, ammo o'zimni majbur qila olmadim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jo'nab ketganliklaridan keyin ko'chalarga chiqib odamlar aro kezdim. Ammo ming nadomatlar bo'lsinki, o'zimni xafa qiladigan holatdan bo'lak holatga, ya'ni gunohkorligidan bo'yni ham yoki Alloh taolo ma'zur tutgan zaif kishilardan boshqa odamga ko'zim tushmasdi. Janobi Rasululloh yo'lda meni eslamabdilar, faqat Tabukka yetib olganlaridan so'ng ko'pchilik oldida Ka'b nechun bunday qildi ekan deb so'rabdilar. Shunda Banu Salama qabilasidan bir kishi: "Ya Rasululloh, u g'azotga bormoqchi bo'lganida choponining ikki yoni, ikki biqiniga mahliyo bo'lib, mahkam ushlab qolgan" debdi. Muoz ibn Jabal unga javoban: "Qanday yomon gap aytding? Alloh taolo haqqi biz Ka'bni faqat yaxshi odam deb bilurmiz" debdilar. Janobi Rasululloh buni eshitib sukut qilibdilar. Bir kuni men Janobi Rasulullohning qaytib kelayotganliklarini eshitib, ertaga u zotning azoblaridan qanday qutulsam ekan degan o'y bilan yolg'on yashiq gaplarni to'qiy boshladim. Uyimdagilardan ham mening gaplarimni tasdiqlamoqliklarini so'radim. Janobi Rasululloh qaytib kelib, soyai muboraklarni solibdilar degan xabarni eshitishim bilanoq to'qib qo'ygan yolg'on yashiq gaplarim miyamdan chiqib ketdi. Va men u zotning g'azablaridan yolg'on gaplar bilan qutula olmasligimni tushunib yetdim-da, bor haqiqatni aytmoqqa qaror qildim. Odatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safardan qaytsalar, avval masjidga kirib, safardan omon eson qaytganliklari shukronasiga 2 rakat namoz o'qir edilar. So'ng odamlarga o'girilib o'tirardilar. Bu gal ham shunday qilganliklarida g'azotdan qolganlar huzurlariga kelishib, u zotdan uzr so'rab, ont icha boshlashdi. Bundaylar 80 nechta edi. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning ko'pchilik oldida aytgan uzrlarini qabul qildilar. So'ng ularni bay'at qildirib, gunohlarini Alloh taolodan so'radilar. Qalblaridagi sir asrorlarni esa Yaratganning o'ziga havola qildilar. Keyin men ham qoshlariga borib salom bergan edim. G'azab aralash tabassum qildilar-da, "Beri kel" dedilar. Men ro'paralarga borib o'tirdim. O zot: "Nechun g'azotga bormading? Buning uchun tuya ham sotib olgan eding-ku" dedilar. Men: "Ha, shunday. Alloh taolo haqqi. Agar men sizdan bo'lak odamning qoshida bo'lganimda, o'zir aytibgina qutulib ketardim deb o'ylagan bo'lar edim. Ammo men bunday qilmoqchi emasman. Lekin Xudo haqqi, agar hozir sizga yolg'on vaj ko'rsatsam-u, siz ishonib meni kechirsangiz, Alloh taolo meni deb sizdan darg'azab bo'lgay. Va agar haqiqatni aytsam, mening haqimda yomon fikrda bo'lib qolasiz. Ammo men Alloh taoloning mag'firatidan umidvorman. Xudo haqqi, mening hech bir uzrli sababim yo'q edi. Siz bilan bormay, bu yerda qolgan chog'imda mendan kuchli va boyroq odam yo'q edi" dedim.
u zot haq gapni aytding. Endi Alloh taolo sening xususingda hukm chiqarguncha bu yerdan nari ket dedilar. Men o'rnimdan turdim. Shunda Banu Salama qabilasi kishilari ketimdan ergashib kelayotib, Xudo haqqi, biz sening ilgari bunday gunoh qilmaganingni bilurmiz. Sen ham boshqalar singari uzr aytib qo'ya qolganingda, u zot qabul qilib Alloh taologa sening uchun istig'for aytar edilar deya menga shu qadar qattiq dashnom berishdiki, hatto u zotning qoshlariga qaytib borib, avvalgi yolg'on yashiq vajimni aytmoqchi bo'ldim. Men ulardan mendan bo'lak biror kishi o'z gunohini ham bo'yniga oldimi deb so'radim. Ular ha, 2 kishi sen kabi gunohini tan olgan edi, ularga ham senga aytgan gaplarni aytdilar deyishdi. Kim o'sha 2 kishi deb so'radim. Ular Murora ibn Ar-Rabi va Hilol ibn Umayya deyishdi. Bular solih kishilar bo'lib Badr qatnashchisi va boshqalarga namuna bo'larli fazilatga ega kishilar edi. Menga bu ikkisining nomini zikr qilishgach, boyagi muddaoyimdan qaytdim. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotidan qolgan biz uchalamiz bilan musulmonlarning gaplashmoqliklarini man qildilar. Odamlar bizdan yuz o'girib gaplashmay qo'yishdi. Hatto men dunyoga kelganimdan pushaymon bo'lib ketdim. Bu ahvol 50 kun davom etdi. Mening 2 sherigim Murora va Hilol uylaridan tashqariga chiqa olmay qolishdi, tinmay yig'lashardi. Men bo'lsam qavmni sog'inib, ular bilan gaplashmoqqa intilar, masjidga chiqib birgalikda namoz o'qir va bozorlarni aylanib yurar edim. Ammo hech kim men bilan gaplashmas edi. Har safar namozga borganimda Janob Rasulullohga salom berardim-da, ichimda salomimga alik olib lablarini qimirlatarmikinlar deb umidvor bo'lar edim. So'ng yonlariga yaqinroq borib, namoz o'qiyotib muborak yuzlariga o'g'rincha tikilar edim. Bir kuni namozga kelsam oldimdan chiqib qoldilar. U kishiga qaragan edim, mendan yuzlarini o'girib oldilar. Bu mening jonimdan o'tib ketib, amakimning o'g'li bo'lmish Abu Qatodaning uyiga tomon ravona bo'ldim. U mening uchun boshqalardan ko'ra mahbub